Mana yoqdan mehmonlar temir stollar orasidan patnis ko'tarib kirib keladi. Mana yoqda esa 4 kishilik sassal bilan maqsadagi yalang oyoq yoshligimda aytadi. Mana yerda fontan bo'ladi. U fontanda oddiygina suv emas, u yerdan aroq pivolar oqib turadi. Hamshiralarimda dimog'i choq. Mirat aka, Bahri akalar o'ynab kuladi. Mana bu xandir ostida esa bizni baxt chorpiyamiz bo'ladi. U chorpiyani orqasida gilamga baxtli bo'ling deb paxtada yozilgan turadi. Sen bularni qayerdan bilasan? Ha, Chukesh. Sen ana shu payshanba kuni jinoyat qilgan kuning sen bilan Shantidan boshqa yana bir kishi bor edi. U Ko'tarma mahallasidagi Rahmon akaning o'g'li O'tkir. Soxta aktrisalaring bilan meni qo'rqitaman deb xomtama bo'lma. Bilsang agar arvohdan qon chiqmaydi, Om Kapur. O'tkir Kapur. Avval unaqa edi. Xo'p, Shantini men o'ldirgan bo'lsam, uning jasadi qani? Qayerga ketdi? Men bilaman qayerdaligini. Bilib qoldi Shanti emasligini, sana bor ket. Jazoingni olasan. Mukesh. Ketaveraymi o'm? Otim almashtirdim, ket tezroq. Sizlar kinalang deb tiymaysiz-ku.